Yelkamizda ikkita farishta borda, bilamiz, kiroman kotibin deymiz-a. O'ng yelkamizdagi savob amallarimizni, chap yelkamizdagi gunoh amallarimizni yozadi. U daftar, u kitob. Vatiki qiyomat bo'lganda o'sha kitobimizni qaysi tomoni og'ir kelsa bizni yutug'imiz, ya'ni savob tomoni og'ir kelsa. Alloh saqlasin, gunohlar yozilgan daftar og'ir kelsa ahvolimiz voy. Alloh o'zi saqlasin. Demak, biz bu hayotda shunday yashashimiz kerakki, o'sha daftarimizga iloji boricha ko'proq savob yozilaverish kerak. Zarrachasiga ham muhtoj bo'lib qolamiz. U yerda shunday bir tarozida tortadiki, hozirgi zamondagi eng nodir bo'lgan elektron tarozidan ham daqiq o'lchaydigan tarozida tortadi. Zarracha bo'lgan yaxshilik ham tarozida vaznini ko'rsatadi. Demak, zarracha bo'lgan yaxshilikka, savobga ehtiyojimiz bo'ladi u dunyoda. To'ldirish kerak bu daftarni. Lekin Alloh biladi. Qaysi daftarimiz og'ir kelar ekan? Alloh biladi. Nima qilyapmiz ekan? Qaysinisini ko'proq ko'paytiryapmiz ekan? Umrimiz yetarmikin savob amalni daftarimizni og'ir qilishlikka? Otamiz olamdan o'tsa yig'laymiz. Onamiz olamdan o'tsa qayg'uramiz. Holbuki o'limda haq deb bilamiz hammamiz. Bu haq-ku. Bir kuni o'tar edi deymiz. Lekin aslida yig'lashimizdan, xafa bo'lishimizdan sabab otamni, onamni daftaridagi savob amali vazni mikin, ulgirdilarmikin ko'paytirishga deymizda. Endi nima uchun farzand haqida gapirib buni aytyapmiz? Agar olamdan o'tib ketganimizdan keyin ham savob amal daftarimizga doim yozilib turishini xohlasak, farzandimizni solih qilishimiz kerak ekan. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam "Iza matal inson inqata anhu amaluhu" dedilar. Inson olamdan o'tgandan keyin uni amal daftari berkiladi. Tamom, to'xtaydi. Olamdan o'tdik, endi yozilmaydi hech narsa. Magaram 3 kishi bor, olamdan o'tib ketgandan keyin ham savob daftariga yozilib turaveradi. Qarang imkoniyatni. Ana taroziga qo'yganda og'ir kelish. Ana shu 3 tadan bittasi, birinchisi sadaqai joriya qilgan. Oqib turuvchi sadaqa qilgan. Masjid, madrasa qurgan, maktab qurgan, ko'prik qurgan, suv chiqargan, yo'l qilgan, ya'ni ko'pchilik foydalanadigan narsani qilib qo'ygan. Alloh uchun qilgan, riyo uchun emas. Alloh uchun qildi mana shu narsani. Bir binoni qursa, unga o'zi borib xo'jayinchilik qilib olmaydi, uni beradi, tamom, ishi bo'lmaydi. Qurdimi Alloh uchun? Buni ko'pchilikka berdimi? Ko'pchilikning mulki. Ana o'sha foydalanib tursa, u odamga savob yozilaveradi. Yoki bo'lmasa o'zidan bir ilm qoldirsa, ya'ni bir ilm qoldirsa-yu odamlar o'shundan foydalansa. Kitob qoldirib ketsa, shogirdlar qoldirib ketsa, shu silsila davom etsa, kitoblari o'qilib turar ekan, shogirdlar silsilasi davom etib turar ekan, u odamga savob yoziladi. Men aminmanki bu yerda o'tirgan hozir 90% odamning qalbida bitta mahzunlik paydo bo'ladi hammamizda. Biz nima qilamiz ekan unda? Sadaqai joriya qila olmayapmiz, kitob yoza olmayapmiz. Olamdan o'tdik, to'xtarkanda bizik. Ammo uchinchisi ham bor ekan sizlar. Rasulimiz shuni bizga taskinlik berdilar. Aytdilarki, uchinchisi valadun solihun yad'u lahu. Agar sadaqai joriya ham qilmasa, kitob ham tashab ketmasa, solih farzand qoldirsinki, uni orqasidan duo qilib tursin dedilar. Sizni bizni duoyimiz bilan ota-onamizni daftariga savob yozilib turaverar ekan azizlar. Demak, biz bugun farzandimizga berayotgan ahamiyatimiz shunday bo'lsinki, olamdan o'tganimizdan keyin u bizni daftarimizga savob yozib tursin. Shunaqa farzand qilish kerak. Shuning uchun farzandlar bizni kelajagimiz deyapmiz. Holbuki kelajak Allohning qo'lida. Lekin chiroyli tarbiya, isloh, muslih farzand inshaalloh ham dunyoda, ham oxiratda saodatli bo'ladi. Farzandlar, oilalar siz bilan bizga omonat azizlar. Alloh Qur'onda aytadiki, estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Allah aytyapti: ey iymon keltirganlar, ey mo'minlar, bu siz bilan bizni chaqiriq azizlar. Bunaqa chaqiriqlarni eshitganda mo'min banda labbay Robbim deyish kerak. Sizni chaqiryapti Alloh. Agar shu chaqiriqning ichidaman deb o'zimizni hisoblasak, o'sha ey iymon keltirganlar deganda uni ichida men ham borman deyotgan bo'lsak, labbay ya Robbi deymizda. Chunki bizni chaqiryapti. Alloh bizni chaqirib nido qilib aytyaptiki: ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni, avval o'zingizni va ahli oilalaringizni yoqilg'isi odamdan va toshlardan bo'lgan do'zaxdan saqlang dedi. Nafaqatgina do'zaxdan saqlashga buyuryapti va do'zaxning sifatini ham aytib ketyapti Alloh taolo. Bu dunyoda bir narsani qizdirishlik uchun gaz yoqamiz ekan, o'tin yoqamiz ekan, ko'mir yoqamiz ekan, bilamiz yoqilg'i nimaligini. Endi Alloh taolo aytayaptiki, sizlar shunday do'zaxdan saqlanglarki, bu do'zaxning yoqilg'isi inson va tosh, ya'ni insonlarni tashab, toshlarni tashab yoqib qizdirar ekan, tandirda qizdirgandek. Shunaqa dahshatlik do'zaxdan o'zingizni ham, oilangizni ham saqlang dedi. Sahobalardan birlari so'radilarki: ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qanday qilib saqlaymiz dedi. Hukmni Alloh o'zi bersa, qanaqa qilib bolalarimizni saqlaymiz deganda Rasululloh alayhisalom aytdilarki: Alloh buyurganiga buyuraysizlar, Alloh qaytarganidan qaytarasizlar dedi. Mana shu sizlarni saqlashinglar. Demak, farzandlarimizni salohiyatlik, oxiratda do'zaxga tushib qolishligidan saqlashligimiz uchun eng birinchi bizga yuklatilgan bo'ynimizdagi vazifamizning birinchisi mana shu bo'ladi. Ularni do'zaxning azobidan saqlashga harakat qilish. Tafsir Ruhul Bayon degan bir tafsir kitobimiz bor-da, juda ham mashhur tafsirlardan. Mana shu tafsirda ayni shu oyatni taxtida bir hikoya o'qigan edi. Bola tez ta'sirchan bo'lar. Shundan xulosa. Ulug' shayxlardan birlari ketayotsalar, bir kichkina bola yig'layapti ekan, tahorat olyapti ekan, yig'layapti ekanda, Allohumma qi azabak, ya Robbi azobingdan meni saqla, do'zaxning azobidan saqla deyapti. Shayx qarab turibdilarda, hayron bo'libdilar. Tugatgandan keyin: "Ya bunayya, ey bolajonim, bu yoqqa kelgin. Sen hali mukallaf emassan. Ya'ni sen balog'atga yetmagansan, senga gunoh yozilmaydi. Senga unaqa do'zax hukmini ham qilinmaydi. Nega bunaqa qo'rqib yig'layapsan?" desa, aytibdilarki, kecha otam bilan bir joyga borgan edik. Bir ilm majlisida domla suhbat qilib, bolalaringizni do'zaxning azobidan saqlang degan oyatni aytib, do'zaxning sifatida aytdiki, do'zaxni odam yoqib qizdirar ekan dedi. Hayron bo'lib uyga kelsam, onam ovqat qilayotgan ekanlar. O'chaqda ovqat qilmoqchi bo'lib o'tinni yoquvdi, yonmadi. Hamma o'tinlarni chiqarib, avval kichkina o'tinlarni qo'yib, kattasini ustiga qo'yuvdi, yonuvdi. Qo'rqib ketdimki, modomiki do'zaxni odam bilan qizdiradigan bo'lsa, menga o'xshagan kichkina o'tinchalar ham kerak bo'larmikin deb qo'rqyapman. Shayx yig'ladilar, qarab: "Ya Robbi, bu tafakkur, bu tadabburdan ta'sirlanib duo qildilar. Allohim buni aslo do'zaxga qilmagin." Demak, bolamiz nimani o'rgatsak shuni olar ekanda azizlar. Va tafakkurni qarang, hech kimimiz qila olmaymiz bunaqa tafakkur. Hozir eshitib ham qilib o'ylamadik shuni. Demak, biz bolalarimizni kelajakda yaxshi bir inson qilmoqchi bo'lsak, ularni eng birinchi mana shunaqa do'zaxga tushib qolishlikdan saqlaydigan qilib tarbiya qilishimiz kerak.